Sotuvda DAF XF Euro 6 460 TLga standart Welton Persep bilan birgalikda sotiladi. Galavanili 2015-yilda ishlab chiqarilgan, Persepili 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Baklari bir tomonda 1 tonnalik bak, u tomonda 500 tlik bak bilan jihozlangan. Holatlari a'lo darajada ekan, buni hech qanday kamchiligi yo'q. Hamma kamchiliklar 100% qilib qo'yilgan ekan. Egalanashlari bo'yicha 10 ta padushka yangi qo'yilgan, hadovoylar 100% qilingan. Tegachchi oldi balonlarning holatini ko'rsangiz bo'ladi, 90% atrof. Orqa balonlarning holatini ko'rsangiz bo'ladi, Michelin balonda 55% atrofda. Persepchi zo'r holatda turibdi. Ko'rsangiz bo'ladi, aylanmalari hammasi bor, usilining qilingan, pollari ham, tentlari ham holati ideal holatda. Salonning ichki holatlari ikkitali spalni avtomat korobkada yurgan masofasi 926 km masofani bosib o'tgan. Fura narxini 58 ming AQSh dollar deyilyapti. Tevasida yana kelishadigan joylari bor. Telefon qilib egalar bilan bog'lansangiz bo'ladi. Manzil Namangan viloyati, Namangan shahrida turibdi. Videoga bitta like bo'lsa, shunaqa fura izlab yurgan fura ishdan jo'natib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Sotuvdagi ko'plab furalar hali oldinda. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.